$27 ming ga Farg'ona shahar markazidan Alo Market yaqinida joylashgan 9 qavatli uylarning birinchi qavatida 2 xonali yaxshi holatdagi uyni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu birinchi xonasi, ko'rib turganingizdek zal qismi. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Mana tashqarilarida temir panjaralargacha o'rnatib qo'yilgan. Romlari akfa romlarda. Bu yer tashqaridan kirish qismi, bu tomonda to'g'rida esa oshxonasi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Kattagina oshxona, bemalol o'tirib ovqatlanishga ham sharoitlar yetarli. Bu yerda hojatxonasi joylashgan. Bu yerda esa sanuzel ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa ikkinchi xonasi. Holatlari yomon emas. Akfa romlarda to'liq, uy to'liq taxta polan qildirilgan. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Holati yaxshi holatda turibdi do'stlar. Mana shu turishiga $27 ming so'rashmoqda. Albatta kami bor. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egasidan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Shunaqa uylarni o'tkazib olmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada.